Rasulbek aka, hozir biz $3 million qiymatiga ega bo'lgan beton zavodida turibmiz. Voha Rezidens qurilish kompaniyasi bu darajani nishatib berishdi. Demak, Voha Rezidens qurilish kompaniyasi 14 yil qurilish faoliyati davomida Xankao tumani, Qo'shko'pir tumani, Urganch shaharining o'zida 15 dan ziyod ko'p qavatli uylarni qurdi. Undan tashqari 30 dan ortiq davlat obyektlarini tegishli bo'lgan obyektlarni qurib foydalanishga topshirdi. Undan tashqari yana 20 dona davlat obyektlarini rekonstruksiya qildi. Beton zavodida qisqacha nov mahsulotlar ishlab chiqarilishi haqida ma'lumot bersangiz. Demak, bizning beton zavodimizda 3 dona maxsus beton ishlab chiqarish uchun zavodlar mavjud. Ushbu zavodlarda biz avvalambor beton ishlab chiqaramiz, keyin suxoy betonlar ishlab chiqaramiz, hamda kolodeslar ishlab chiqaramiz. Domlar uchun sokolli bloklar hamda domlarni bostirish uchun plitalar ishlab chiqaramiz. Demak, o'zlaringiz qurilish uchun bor materiallarni o'zlaringiz ishlab chiqarasizlar ekan. Ava, Demak, klaster shaklini deb aytsak bo'ladi. Shunday desak ham bo'laveradi. Beton zavodida yana gapirganimizda, Xorazmda yagona bo'lgan blok quyadigan apparat ekanlik debadingiz, shu haqida ma'lumot bersangiz. To'g'ri aytib turibsiz. Ushbu apparatimiz sokolli blok ishlab chiqarish uchun maxsus apparat bo'ladi. Ushbu apparatimiz Xorazmda yagona hamda 1 soat ichida 60 dona blokni quyib chiqarish kuchiga ega. Demak, bu qurilishni vaqtini tezlashtirib beradi. Albatta, qurilishni vaqtini tezlashtirib hamda sifatini oshiradi.